AI. Mana shu. Odamlar aynan shu yo'l bilan boyib ketishyapti. Faqat o'z yo'nalishimni topib, bitta narsani tanlab, butunlay unga berilishim kerak. Xo'sh, trading botlarichi? Odamlar ular bilan katta pul topishyapti. Trading botlari bilan yoki o'sha yuzsiz YouTube narsasichi? To'liq avtomatlashtirilgan. Yo'q AI ilovalari. Endi kod yozishning ham hojati yo'q. Twitterda yoki axborotnomalarda arvoh yozishchi? Yoki avtomatlashtirishlar. Qarang, har kuni yangi vosita paydo bo'ladi. Yana bir odam mana bu aynan shu narsa deb qasam ichadi. Keyin esa, bilasizmi? Bu juda ko'p ma'lumot. Balki ertaga o'ylarman. Tanish tuyulyaptimi? Qarang, bilaman siz avval ham shu holatda bo'lgansiz. Soatlab varaqlab AI bilan pul topishning eng zo'r usulini qidirgansiz. Va tushunaman, qanday ketishini bilaman. Bir video topasiz. Mana bu. Juda hayajonlanasiz va uni saqlaysiz. Keyingi video boshqa narsa deydi. Shuning uchun uni ham saqlaysiz. Va keyin yana birini to'yib 20 ta zo'r g'oyangiz bo'lguncha, lekin ularning hech birini boshlaganingiz yo'q. Bilasiz, AI kelajak. Bilasiz, pul aynan shu yerda. Muammo bu emas. Muammo shundaki, variantlar juda ko'p va har biri avvalgisidek yaxshi tuyuladi. Shuning uchun oldinga siljish o'rniga teskarisini qilasiz. Bu sizni bosib ketadi. Aniqlik izlab boshlaganingizdan ham chalkashroq bo'lib qaytasiz. Va mana hech kim gapirmaydigan qismi. Siz u yerda qotib, tadqiq qilib, hamma narsani o'lchab turganda. Oylar o'tib ketadi va faqat bittasini tanlagan odamlar allaqachon oldinda. Ular sizdan aqlliroq bo'lgani uchun emas, shunchaki varaqlashni to'xtatib boshlaganlari uchun. Qarang, ochiq aytaman. Bu sizning aybingiz emas. Sizda hech qanday muammo yo'q. Dangasalikdan orqada qolmaysiz va sekinlikdan tiqilib qolmaysiz. Siz shunchaki 100 ta eshik oldida turibsiz, qaysi birini ochishni bilmay. Har kim bu aylanada qotib qolishi mumkin. Va rostini aytsam, sizning hozir bu yerda ekanligingiz, AI nima qila olishini ko'rib, unga qo'shilishni xohlayotganingiz, bu hech narsa emas. Bu birinchi qadam. Va ko'pchilik buni hech qachon qilmaydi. Ular kulib o'tib ketishadi. Varaqlab o'tishadi. Ular 3 yildan keyin boshlashim kerak edi, deyishadi. Lekin birinchi qadam deyarli hamma tiqilib qoladigan joy. Shuning uchun bugun ikkinchi qadamni qilamiz. Bu tartibsizlikni olib, uni tartibga solamiz. AI bilan pul topishning 5 ta isbotlangan usuli. Va videoning oxirida ularni birdan 5 gacha tartiblash uchun juda aniq usuldan foydalanaman va nihoyat sizni tiqib qo'ygan tartibsizlikni tartibga solaman. Va nafaqat bu, sizga sovg'am bor. Ushbu videoning oxirida matbuot sovg'a qilaman, chunki o'z sayohatimni birinchi boshlaganimda qanday bo'lganini eslayman va YouTube'dagi katta akangiz sifatida sizni ishlashga, hayajonlantirishni xohlayman. Buning eng yaxshi usullaridan biri sizga yangi, yaltiroq kompyuter berish, shunda yangi yon loyihangizni tezroq boshlashingiz mumkin. Shuning uchun videoning qolgan qismini tomosha qiling, like bosing va videodan qiziqarli yoki foydali topgan narsangizni izohlang va keyingi haftadagi videoga qaytib keling. Men uni tavsifda pinlangan izoh sifatida qoldiraman. Va u yerdan uni qanday olish haqida barcha ko'rsatmalar bo'ladi. Ishonamanki, bugungi videoga kirishga juda hayajondasiz. Men sizga buni tasavvur qilishda yordam berish uchun bir qancha doskalarni chop etdim. Shuning uchun keling, o'sha yerga o'tamiz va bu 5 ta isbotlangan usulni ochamiz. Keling, vaqtni boy bermay, to'g'ridan to'g'ri. Birinchi yon loyihaga o'tamiz. Va bu AI foydalanuvchi tomonidan yaratilgan kontent. Ishonamanki, siz Instagram yoki TikTokda kimdir mahsulotni ishlatayotganini yozib olgan videolarni ko'rgansiz. Gap shundaki, bu videolar elektron tijorat biznesiga katta daromad keltiradi. Aslida, ertaga men yaxshi do'stim Hudson bilan uchrashyapman. Uning Tom Ford biznesi bu usullar orqali yiliga 1 milliard dollardan ko'proq daromad qiladi. Chunki ko'pchilik bu videolar aslida ko'rsatilayotgan mahsulotning reklamasi ekanligini tushunmaydi. Bu videolar mahsulotni virusli tarzda namoyish qiladi va shu orqali mahsulotga qiziqish uyg'otadi. O'ndan 9 holatda bu videolar ostida tomoshabinni mahsulotni sotib olish uchun do'kon sahifasiga yo'naltiruvchi havolalar bo'ladi. Shunday qilib, yirik bizneslar tushunib yetdiki, foydalanuvchi yaratgan kontent reklamalari o'tmishda ishlagan yuqori darajadagi reklamalardan ko'ra ko'pincha yaxshiroq ishlaydi. Ilgari katta studiya va ishlab chiqarish bilan butun bir kompaniya tashkil qilish kerak edi. Hozir esa xuddi ibxonada suratga olingandek ko'rinadigan narsalar eng yaxshi natija beradi. Lekin foydalanuvchi yaratgan kontent bilan bog'liq bitta muammo bor. Agar u pullik meta reklamasi sifatida ishlatilmasa, viruslikka tayanadi va viruslikda omili bor. Shuning uchun omilni kamaytirishning yagona yo'li foydalanuvchi yaratgan kontentni ko'plab platformalarda katta hajmda joylashtirishdir. Endi bizneslar duch keladigan muammo shundaki, kontentni katta hajmda yaratish, u foydalanuvchi yaratgan kontent bo'ladimi yoki yuqori darajadagi kontent bo'ladimi, vaqt talab qiladi. Agar bizneslar har bir videoni qo'lda suratga olmasdan foydalanuvchi yaratgan kontent videolarni yarata olsa-chi, unda vaqt cheklovi bo'lmaydi va mahsulotni targ'ib qilish uchun deyarli cheksiz miqdorda kontent yaratish mumkin bo'ladi. Mana aynan shu muammoni sun'iy intellekt hal qila oladi. Chunki suratga olish yoki tahrirlashni qo'lda qilmasdan, ayniqsa foydalanuvchi yaratgan kontentni yaratishga ixtisoslashgan sun'iy intellekt vositalari mavjud. Va bu, do'stim, siz uchun katta imkoniyat yaratadi. TikTok, Instagram va Facebookda kontent joylashtirib, reklama yuritayotgan har bir brend bu kontentga juda muhtoj.
Gap 1-2 kontent haqida emas. Bu videolar odatda qisqa umrga ega, ular abadiy ishlamaydi. Shuning uchun brendlar har oy yangi kontent oqimiga muhtoj. Bu esa eng muhimi, bu sizga har oy barqaror daromad keltiradigan yon loyiha ekanligini anglatadi. Eng ajoyibi shundaki, bu modelda hech qanday murakkab narsa yo'q, chunki siz faqat bitta narsa uchun javobgarsiz: kontent yaratish. Siz ishlayotgan biznes yoki brend esa mahsulot va xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Ular marketing, ijtimoiy tarmoqlarni boshqarish va boshqa ishlarni o'z zimmasiga oladi. Qizig'i shundaki, ilgari siz kamerada bo'lishingiz kerak edi. To'g'ri ko'rinish, to'g'ri fon, yaxshi yorug'lik va telefon yoki kameraga gapirish uchun ishonch kerak edi. Hozir esa bularning hech biri kerak emas. Sun'iy intellekt odamni, joyni, yorug'likni va shaxsni yarata oladi. Bu yon loyihaning eng aqldan ozdiruvchi tomoni shundaki, u juda oddiy. Ayniqsa, oddiy foydalanuvchi yaratgan kontent videolarini yaratayotgan bo'lsangiz, buning uchun maxsus sozlamalarga ega bo'lgan ixtisoslashgan sun'iy intellekt vositalariga tayanishingiz kerak. Buni amalga oshirish uchun bir qancha dasturiy ta'minot variantlari mavjud. Masalan, Hitchfield buning ajoyib namunasidir. Jarayon juda oddiy. Siz ssenariy yozasiz, yuzni yuklaysiz yoki yaratasiz. Keyin mahsulot rasmlarini yuklaysiz. Va nihoyat, dasturiy ta'minot foydalanuvchi yaratgan kontent videosini yaratadi. Hammasi shu. Dasturiy ta'minot keyin kameraga qarab, mahsulotni ushlab, siz yozgan ssenariyni o'qiyotgan odam videosini ishlab chiqaradi. Buni deyarli istalgan tilda qilishingiz mumkin. 1 soat ichida 20 ta turli variant yaratishingiz mumkin va ularning hech biri haqiqiy emas. Shuning uchun hozir siz bu ajoyib eshitilyapti, qanday qilib pul olasan deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak. Bir nechta variant bor. Buni aslida istalgan tilda qilishingiz mumkin. 1 soat ichida 20 ta turli xil variant yaratib olasiz u ularning hech biri haqiqiy bo'lmaydi. Shuning uchun hozir sizda "Voy, bu juda zo'r eshitilyapti-ku" degan savol tug'ilgan bo'lsa kerak. Xo'sh, qanday qilib pul olasiz? Buning bir necha yo'li bor. Yoki har bir video uchun haq olasiz, yoki oylik to'lov belgilaysiz. Bitta AI UK kreativi $50 dan bir necha $100 turadi. Asosiy pul esa oylik to'lovlarda. Brend sizga har oy ma'lum miqdordagi videolar uchun belgilangan to'lov to'laydi. Keling, hisob-kitob qilaylik. Aytaylik, 5 ta oylik to'lov shartnomasiga kelishdingiz va har oy $2000 undirasiz. Unda 5 ta shartnomadan oyga $10,000 ishlab topasiz. Endi yodda tuting, bugungi videoda aytadigan har bir qo'shimcha daromad usulining o'ziga yarash yaxshi va yomon tomonlari bor. Rostini aytsam, hech qanday qo'shimcha daromad usuli 100% mukammal emas. Shuning uchun AI UKning yaxshi va yomon tomonlarini ko'rib chiqaylik. Yaxshi tomonlari, boshlash uchun deyarli hech qanday xarajat yo'q. Kamera, studiya yoki jamoa kerak emas. Faqat dasturiy ta'minot kerak. Mahorat talabi juda past. Siz aktyorlik qilmaysiz, soatlab suratga olmaysiz yoki tahrir qilmaysiz. AI og'ir ishni o'z zimmasiga oladi. Talab katta va doimiy. Brendlarga doim yangi kreativlar kerak. Bitta yaxshi mijoz uzoq vaqt to'laydi. Bundan tashqari kam sarmoya yuqori foyda marjasini ta'minlaydi. Bu boshqa ko'plab qo'shimcha daromad usullarida uchramaydi. Endi yomon tomonlari haqida gapiraylik, chunki buning ham kamchiliklari bor. Boshlash juda oson bo'lgani uchun hamma boshlayapti. Shu sababli yaxshi. Savdo mahorati muvaffaqiyatning asosiy omilidir. Shuni tushunishingiz kerakki, AI videolari hali ham biroz g'alati ko'rinishi mumkin. Tomoshabinlar buni sezishda yaxshilashyapti. Bu esa ba'zi brendlarning undan butunlay voz kechishiga sabab bo'ldi. Aslida AI UK yaratish xizmatdir, ya'ni uni kengaytirish sizning qancha ishlashingizga bog'liq. Agar ko'proq pul ishlashni istasangiz, ko'proq mijoz va ko'proq kontent kerak. Bu vaqt o'tishi bilan murakkablikni oshiradi. Shuning uchun bu modelning tabiiy chegarasi bor. Ko'rib turganingizdek, AI UKning yaxshi va yomon tomonlari bor. Bugun muhokama qilgan. Barcha qo'shimcha daromad usullarining kamchiliklari bo'ladi. Balki siz AI UKga qarab, bu biroz ijodiy odamlar uchun deb o'ylaysiz. Tushunaman. Bu adolatli. Agar o'zingizni ijodiy deb hisoblamasangiz, bu siz uchun qo'shimcha daromad usuli bo'lmasligi mumkin. Shunday ekan, ikkinchi qo'shimcha daromad usuliga o'tamiz. Bu esa, do'stim, AI veb-saytlari. Yerdagi har bir biznes, xizmat ko'rsatish yoki jismoniy mahsulot biznesi bo'ladimi, veb-saytga muhtoj. Barcha biznes egalari buni biladi, yoshidan yoki texnik bilimidan qat'i nazar. Ammo achinarli haqiqat shu. Ko'plab kichik bizneslarning veb-sayti yomon yoki umuman yo'q. Santexnik, stomatolog, mahalladagi sport zali yoki oshxona ta'mirlovchi usta. Millionlab odamlar o'z bizneslarini Facebook sahifasi va telefon raqami orqali yuritishadi. Ular to'g'ri veb-sayt kerakligini bilishadi, lekin uni o'zlari yasash uchun texnik mahoratga ega emas. Ularga $5000 2 oy ichida veb-sayt yasash taklif qilingan bo'lishi mumkin. Ammo texnik tilda gapirilgani uchun tushunmagan bo'lishadi. Bu esa, do'stim, bir bo'shliq yaratdi. An'anaviy usul sekin, qimmat va qo'rqinchli. Siz esa ularga tez, professional va ularga mos narxda veb-sayt yasab, bu muammoni hal qilishingiz mumkin.
Keling, buni qayta ifodalayman. Chunki siz bu muammoni hal qilayotgan odam emassiz. AI muammoni hal qilmoqda. Endi kod yozish yoki eski veb-sayt quruvchilardan foydalanish shart emas. Maxsus AI vositalari bor. Ularga nima qurishni xohlayotganingizni aytasiz. Bir necha rasm yuklaysiz va u veb-saytni yaratadi. Hozirda Lovable va Bolt kabi bir qancha AI veb-sayt quruvchilar mavjud. Endi qanday haq olishingiz haqida gapiraylik. AI veb-saytlarni qurish uchun haq olish avvalgi qo'shimcha daromad usulidan sezilarli farq qiladi. Chunki bizneslar odatda bir nechta veb-saytga muhtoj emas. Bu veb-sayt qurish bir martalik xizmat ekanligini anglatadi. Ya'ni siz loyiha asosida to'lanadi. Bitta veb-sayt, bitta to'lov. Demak, siz veb-saytlarni birlashtirib yoki oylik to'lov asosida sota olmaysiz. Shunday bo'lsa-da, oylik maosh olishning bir necha usuli bor. Birinchisi, oylik texnik xizmat to'lovi. Bunda siz veb-sayt yaratish uchun katta avans to'lovini olasiz. Sayt ishga tushgach, biznes sizga hosting va yangilanishlar uchun kichik oylik to'lov to'laydi. Masalan, veb-sayt narxi $999, oylik parvarish to'lovi esa $99. Oylik to'lov olishning ikkinchi usuli ham bor, lekin bu yuqori mahorat va murakkablikni talab qiladi. Avvaliga AI veb-saytini sotishingiz mumkin. Biznesni veb-sayt bilan hayratda qoldirganingizdan so'ng SEO yoki pullik trafik kabi xizmatlarni qo'shimcha taklif qilasiz. Masalan, veb-saytni arzon $999 ga qilasiz. Keyin esa SEO va reklama xizmatlari uchun oyiga $1999 olasiz. Albatta, ikkinchi variant moliyaviy jihatdan ancha jozibali, lekin u yangi murakkablik darajasini olib keladi. Reklama kabi xizmatlar ko'pincha tajriba yoki jamoani talab qiladi, ayniqsa keng miqyosda va bir necha mijoz bilan ishlasangiz. Shuning uchun mening shaxsiy taklifim tez va oson pul topish uchun oddiygina AI veb-saytlarni sotishdan boshlang. Keyinchalik qo'shimcha xizmatlarni taklif qilishga o'tasiz. Oldingi model kabi buning ham ijobiy va salbiy tomonlari bor. Keling, AI veb-saytlarning afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqaylik. Birinchisi, chipta narxi ancha yuqori. Ayniqsa AI UK bilan solishtirganda. Boshlang'ich sifatida osongina $1000 dan ko'proq so'rashingiz mumkin. Dastlabki sarmoya minimal, jamoa yoki ofis kerak emas. Faqat maxsus AI va internet ulanish kerak. Shunday qilib tayyorsiz. Talab juda aniq va hamma joyda mavjud. Har bir biznesga veb-sayt kerak va siz mijozlarni bunga ishontirishingiz shart emas. Sizning xizmatingiz aniq, tayyor veb-sayt namunasini ko'rsatishingiz mumkin. Bu esa savdo jarayonini osonlashtiradi. Endi kamchiliklarni muhokama qilaylik. Birinchisi, raqobat. Web dizayn xizmatlarini taklif qiladigan ko'plab bizneslar bor va AI vositalari deyarli hamma uchun ochiq. Yuqorida aytganimdek, narx tuzilishi. Bir martalik, ya'ni siz hech qachon sotishni to'xtatmaysiz. Agar sotishni to'xtatsangiz, daromadingiz ham to'xtaydi. Shuningdek, tushunishingiz kerak, agar siz faol bo'lmasangiz, daromad ham kelmaydi. Biznesni topasiz, saytni yaratasiz va yetkazib berasiz. Bu modelda mahsulot tabiiy ravishda takrorlanmagani uchun avvalgidan ham ko'proq ov qilishingiz kerak. AI modelning asosiy qismi bo'lishiga qaramay, to'liq mustaqillikka erishish qiyin. Endi ikki xil yon daromadni solishtirganingizda, ularning ijobiy va salbiy tomonlari juda farq qilishini ko'rasiz. Videoda keyinroq barcha 5 tasini solishtirib, to'liq tasvirni yaratamiz. Keling, davom etaylik. Uchinchi AI yon daromadi. Bu so'nggi yilda juda ommalashgan qisqa videolarni tayyorlash. So'nggi bir necha yil ichida ma'lum bir kontent uslubi hukmronlik qilmoqda. Bu uslub qisqa format. Instagram Reels, YouTube Shorts, TikTok bu platformalar yildan yilga o'sib bormoqda va ularda ishtirok etish talabi ortmoqda. Har bir podcaster, YouTuber, murabbiy soatlab davom etadigan uzoq formatdagi kontentga ega. Ko'p soatlik podkastlar, vebinarlar, jonli efirlar va YouTube videolar yaratish. Lekin bitta epizodni 20 ta yaxshi vertikal klipga kesish soatlab davom etadigan zerikarli ish va ular har bir kontent uchun buni qilishlari kerak. Shu sababli ular buni qilishmaydi va bu bo'shliqni keltirib chiqaradi. Aynan shu bo'shliq sizning joyingiz. Siz ularning uzun kontentini olib, qisqa klipga aylantirasiz. Ular joylashtirishga tayyor bo'ladi. Ilgari buning uchun video montaj dasturlarini bilish kerak edi. Kontentni kesish, qaysi lahzalarning viral bo'lishini tushunish va bir nechta klip yaratish uchun vaqt kerak edi. Hozir esa AI yordamida uzun kontentni skanerlab, eng yaxshi lahzalarni topib, ularni turli klipga kesish mumkin. Soatlab davom etadigan montaj ishi endi bir chashka qahva ichish vaqtida bajariladi. Soatlab vaqt bir necha daqiqaga aylandi.
Hozirda bir qancha yaxshi AI kesish vositalari mavjud. Opus Clip boshlash uchun ajoyib joy. Bu modelda pul har oy qaytib keladi, chunki bu bir martalik ish emas. Esingizda bo'lsin, siz buni oylik retainer sifatida sotasiz. Ma'lumot uchun, kesish retaineri odatda har bir mijoz uchun $1000 dan $2000 turadi. Bu hajmga qarab o'zgaradi va tezda ko'payishi mumkin. Agar 5 ta mijoz topsangiz, har biri oyiga $1500 dan, demak sizga oyiga $7500. Keling, afzalliklari haqida gaplashaylik. Daromad doimiy ravishda takrorlanadi. Har oy noldan boshlab yangi mijoz qidirmaysiz. Bir marta imzolaysiz va ular sizga qayta-qayta to'laydi. Bundan tashqari, bugungi tahlildagi eng past malaka talab qiladigan yon ish. AI ijodiy qarorlarni qabul qiladi. Agar yaxshi va yomonni farqlay olsangiz, buni qila olasiz. Afzallik ishlatish deyarli hech narsaga tushmaydi. Dasturiy ta'minot obunasidan tashqari haqiqiy xarajatlar yo'q. Keyingisi talab o'sishda davom etmoqda. Qisqa format barcha e'tiborni tortadi. Har bir ijodkor ko'proq qisqa kontent xohlaydi va deyarli hech biri kesishni o'zi qilishni istamaydi. Endi kamchiliklar haqida gaplashaylik. Past to'siq sizga oson bo'lgani kabi boshqalarga ham oson. Bu joy juda gavjum. Hamma bir xil ishni qila olsa, odamlar narx bo'yicha raqobatlasha boshlaydi. Bu odatda pastga qarab poyga bo'lib, siz qatnashishni xohlamaysiz. Shuningdek, bu 4 ta model ichida eng kichik chipta hajmiga ega. Siz har bir mijozdan yuzlabdan minglab dollargacha olasiz. Ya'ni daromad sezilarli bo'lishi uchun yetarli miqdordagi mijoz kerak. O'sish sizning aqlli ishlashingizga emas, ko'proq mehnat qilishingizga bog'liq. Har bir yangi mijoz ko'proq kontent olib keladi. Bu esa uzoq soat va ko'proq klip ishlab chiqarishni anglatadi. AI kontent kesish yoki umuman kesishdagi asosiy muammo shu. Sizning pulingiz ishingizga bog'liq. Ularning kontenti to'xtamaydi, shuning uchun sizning kesishingiz ham to'xtamasligi kerak. Har hafta yangi kontent paydo bo'ladi. Bu ko'proq klip yaratishni anglatadi. O'sish uchun ko'proq mijoz kerak. Bu esa ko'proq kontent olib keladi va sikl davom etadi. Siz aslida fabrikasiz. Ishlab chiqarish liniyasi to'xtasa, daromadingiz ham to'xtaydi. Hozirgi vaqtda biz ko'rib chiqqan barcha yon ishlar ijodkorlik bilan bog'liq. AI o'qch va AI kesish kontentga yo'naltirilgan yon ishlar. AI veb-saytlari ham estetik elementga ega. 4-chi yon ish esa operatsion fikrlaydiganlar uchun. Bu bizni AI ovozli agentlariga olib keladi. Ishonchim komilki, ko'pchilik mahalliy bizneslar deyarli butunlay telefon qo'ng'iroqlariga tayanadi. Stomatolog, klinika, yuridik firma, uy xizmatlari kompaniyasi uchun telefon ularning old eshigi. Har safar telefon jiringlaganda, ular mijoz bilan band bo'lsa va hech kim javob bermasa, qo'ng'iroq qiluvchi kutmaydi. Ular ro'yxatdagi keyingi biznesga qo'ng'iroq qilishadi va yuzlab, ba'zan minglab dollarlik mijoz yo'qoladi. Bu haftada bir necha marta sodir bo'ladi. Ko'pchilik biznes egalari buni sezmaydi, chunki ular o'tkazib yuborilgan qo'ng'iroqlarni ko'rmaydi. Ammo bu haqiqiy muammo. Aytgancha, bu qimmatga tushadi. Aynan shu muammoni AI ovozli agenti hal qiladi. AI ovozli agenti har safar birinchi jiringlashda 24 soat, haftada 7 kun javob beradi. Bu butunlay inson ovoziga o'xshaydi. Suhbatni olib boradi va uchrashuvlarni to'g'ridan-to'g'ri kalendarga yozib qo'yadi. Qarang, AI ovozli agent xuddi super insonga o'xshaydi va hech qachon uxlamaydi yoki dangasi bo'lmaydi. U hech qachon tushlik qilmaydi va hech qachon biron qo'ng'iroqni o'tkazib yubormaydi. Bu esa uni ushbu ro'yxatdagi eng oson sotiladigan narsalardan biriga aylantiradi. Siz ularga aynan qancha yo'qotayotganliklarini aytib kirasiz va keyin buni to'xtatishni taklif qilasiz. Ilgari bu bir qator vositalarning to'liq dasturiy ta'minot to'plamini tushunishni anglatardi. Bugungi kunda AI tufayli deyarli hech qanday kod yozish talab qilinmaydi. Buni amalga oshiradigan vositalar rivojlanishi bilan doimiy ravishda o'zgarib turadi. Shuning uchun hozirgi vaqtda VAPni boshlash uchun yaxshi variant. Shunday qilib, siz avval agentni uning aniq vazifasiga o'rgatish bilan boshlaysiz. Agent nima qilishini, nima deyishini, qanday savollar berishini va bu javoblar bilan nima qilishini yoritasiz. Keyin agentga kerakli barcha ma'lumotlarni, kalendarlarni, bilim bazalarini va qo'shimcha ko'rsatmalarni berasiz. Nihoyat, ovozli agent va biznesning telefon raqami o'rtasida qo'ng'iroqlarni yo'naltirish o'rnatilganligiga ishonch hosil qilasiz. Shundan so'ng, tabriklayman, u ishga tushdi. Endi rostini aytsam, bugungi kunga qadar muhokama qilgan 4 ta model ichida bu eng qiyin o'rganish egri chizig'iga ega, ammo aynan shuning uchun ham u eng ko'p daromad keltiradi. Kamroq odam bu to'siqni yengib o'tadi. Keling, hisob-kitob qilaylik. Siz agentni yaratish va ishga tushirish uchun 1000 dan 3000 gacha bo'lgan o'rnatish to'lovini olasiz. Keyin oyga 800 dan 1500 dollargacha bo'lgan oylik boshqaruv to'lovi. Oyga $1000 dan 5 mijoz, oyga $5000. Shuningdek, har safar yangi mijoz qabul qilganingizda o'rnatish to'lovi. Va qizig'i shundaki, bu model o'ziga xos turdagi ta'sir kuchini keltiradi. Agent ularning telefonlariga javob berib, uchrashuvlarni belgilab qo'ygandan so'ng, biznes uni o'chira olmaydi. Uni bekor qiling, ular yana qo'ng'iroqlarni o'tkazib yuborishni boshlaydilar. Shuning uchun yo'qotishni darhol his qiladilar. Shuning uchun ular bekor qilmaydi, faqat to'lashda davom etadilar. Endi bu yon daromad qanday ishlashini bilganimizdan so'ng, siz bilishingiz kerak bo'lgan ba'zi ijobiy va salbiy tomonlarga chuqurroq kirishimiz kerak. Birinchidan, bu hozirgacha aytib o'tgan barcha yon daromadlardan eng yuqori chipta hajmiga ega. Siz oldindan o'rnatish to'lovini, shuningdek, uning ustiga kuchli oylik to'lovni olasiz.
Eng zo'ri shundaki, siz juda ko'p ta'sir kuchiga ega bo'lasiz, chunki agent ularning telefonlariga javob bera boshlagandan so'ng, u biznesning ishlash usulining bir qismiga aylanadi va ular uni o'chira olmaydilar. Bu bizneslar uchun ro'ysiz taklifni tugatmasdan oldin ham aniq bo'ladi. Chunki ularni ishontirishga urinish o'rniga siz ularga usiz allaqachon qancha yo'qotayotganliklarini ko'rsatasiz. Va qurilgandan so'ng agent sizning ishtirokingizsiz ishlaydi. U qo'ng'iroqlarga javob beradi, suhbatlarni olib boradi va uchrashuvlarni mustaqil ravishda belgilaydi. Endi rostini aytsam, bu hozirgacha barcha yon daromadlar ichida eng qiyin o'rganish egri chizig'iga ega. Bu birinchi soatingizda o'rganadigan narsa emas, maylimi? Uni to'g'ri qilish uchun biroz vaqt va sozlash kerak bo'ladi. Ha, albatta siz ishlaydigan narsa yaratdingiz, lekin agar biror narsa noto'g'ri ketsa, u hali ham sizga muhtoj. Nosozliklar, yangilanishlar va o'zgarishlar oxir-oqibat sizga qaytadi. Va afsuski, o'sish hali ham boshqa mijoz topish, boshqa agent yaratish va boshqa munosabatlarni boshqarishni anglatadi. Ko'proq pul har doim sizga ko'proq yuk tushishini anglatadi. Shunday qilib, biz bugun yoritishni rejalashtirgan 5 ta yon daromaddan 4 tasini ko'rib chiqdik. Ularning bir-biriga qanday mos kelishini o'rganishdan oldin yana bittasini ko'rib chiqishimiz kerak. Keling, to'g'ridan-to'g'ri videoning 5-chi va oxirgi yon daromadiga o'taylik. Shunday qilib, sizni AI raqamli mahsulotlari bilan tanishtiraman. Hozirgacha ko'rgan har bir yon daromadning bitta umumiy jihati bor. Pul mavjud, chunki siz doimo ishda bo'lasiz. Siz ishingizga bog'lanib qolgansiz. Sun'iy intellekt raqamli mahsulotlari esa bu zanjirni buzadi. Siz uni bir marta yaratasiz va u oldingi xaridorga qanday sotilgan bo'lsa, keyingisiga ham xuddi shunday sotiladi. Bu elektron kitob dastur. Shablon, pullik hamjamiyat yoki vosita bo'ladimi, mexanizm har doim bir xil. Siz endi vaqtingizni pulga almashtirmayapsiz. Ilgari buni yaratish oylar vaqt olardi va bir qancha shartlar kerak edi. Birinchidan, siz bir sohada chinakam mutaxassis bo'lishingiz kerak edi. Sizga to'liq ishlab chiqarish guruhi kerak. Joylashtirish uchun maxsus platforma kerak. Xo'sh, tabriklayman, bu to'siqlar rasman yo'qoldi. AI endi bir mavzuni tadqiq qila oladi, uni tuzilma. Va har qanday odamdan tezroq to'liq qoralama yarata oladi. U ko'pchilik mutaxassislardan ko'ra har qanday mavzuda ko'proq o'qiydi. U bir yil ichida bir odam haqiqatan ham o'tib ketishi mumkin bo'lgandan ko'ra ko'proq tadqiqotlarni o'zaro bog'laydi. Siz endi mutaxassis bo'lishingiz shart emas. Siz faqat AIni muammoga qanday yo'naltirishni va u sizga yechimni yaratishni bilishingiz kerak. Mahsulot yaratilgandan so'ng uni to'g'ri xaridorlarga yetkazishning bir nechta usuli bor. Siz uni o'z auditoriyangizga sotishingiz yoki raqamli mahsulotlar bozoriga joylashtirishingiz mumkin. Yoki mening eng sevimli usullarimdan biri, siz uni butunlay boshqa birovning auditoriyasi uchun yaratasiz va har bir xariddan faqat ulush olasiz. Endi qarang, siz men biroz tarafkashman deb aytishingiz mumkin, lekin chin dildan AI raqamli mahsulotlarni yaratish va sotish uchun ixtisoslashgan AI vositalari cheklangan. Mening jamoam va men aynan shu maqsad uchun ikkita vositani ishlab chiqdik: Synthesis AI va Constructor-OS. Qiziq tomoni shundaki, ixtisoslashgan AI siz uchun ikkita aniq narsani bajaradi: mahsulotni yaratish va qadoqlash, shuningdek, xaridlarni rag'batlantiradigan matnni yozish. Men buning amalda ishlashini jamoam bilan yaratgan vositalar orqali o'z ko'zim bilan ko'rganman. Keling, endi hisob-kitob qilaylik. Siz mahsulotingizni $500 baholaysiz. Oyiga $10,000 topish uchun sizga oyiga 20 ta savdo kerak. Agar narxni $1000 qo'ysangiz, 10 ta savdo kerak. Bu kuniga bitta savdodan ham kam. Va buning asl go'zalligi shundaki, raqamli mahsulotlarni yaratilgandan keyin qayta ishlab chiqarish deyarli hech narsaga tushmaydi. 10-savdo sizga 200-savdo bilan bir xil turadi. Boshqariladigan mijoz, bajariladigan xizmat va yetkazib berish bilan shug'ullanadigan hech narsa yo'q. Endi avvalgidek davom etishdan oldin bilishingiz kerak bo'lgan ba'zi ijobiy va salbiy tomonlar bor. Shuning uchun keling ularni hozir baholaymiz. Birinchidan, va bu juda muhim, har bir savdo uchun marginal xarajat yo'q. Shuning uchun u bir kishiga yoki 10,000 kishiga sotiladimi, mahsulotda hech narsa o'zgarmaydi. Shuningdek, sizning soatlaringizga bog'liq hech qanday chegara yo'q. O'sish sizning ko'proq vaqtingizni talab qilmaydi. Bu ko'proq odamlarning mahsulotingiz haqida bilishini talab qiladi. Endi vositalardan tashqari deyarli boshqa xarajatlar yo'q. Jamoa, uskuna yoki sizning pulingizni yeydigan doimiy yetkazib berish xarajatlari yo'q. Mahsulot yaratilgandan so'ng bu passiv daromadga eng yaqin narsa. Endi men passiv daromadga ishonmayman. Menimcha bu bema'nilik. Men passiv daromad degan narsa yo'q deb o'ylayman. Men faqat kaldrali daromad va oldindan yuklangan daromad bor deb o'ylayman. Va bu model aynan shu narsaga imkon beradi. Bu sizga shunday kaldira beradiki, siz uni bir marta yaratib, cheksiz marta sotishingiz mumkin. Endi keling, halol bo'laylik. Ba'zi salbiy tomonlar haqida. Mayli. Birinchi urinishda g'olib mahsulot kafolatlanmaydi. Bu cheksiz o'yinlari bo'lgan o'yin mashinasiga o'xshaydi. Siz oxir-oqibat urasiz, lekin bittasi tushidan oldin bir necha urinish kerak bo'lishi mumkin. Shuningdek, mahsulot mavjud bo'lgani uchun o'z-o'zidan sotilmaydi. Mayli. Sizga faol ishlaydigan tarqatish kanali kerak. Ammo qiziq tomoni shundaki, bu ro'yxatdagi boshqa modellardan farqli o'laroq, siz har safar noldan yangi xaridor ovlamaysiz. Qaysi tarqatish usulini tanlasangiz ham, siz allaqachon mavjud bo'lgan talabga qadam qo'yasiz. Siz uni bir marta hal qilasiz, kanalingizni bir marta topasiz va mahsulot o'sha ish tugaganidan keyin ham uzoq vaqt sotilishda davom etadi. Mana bizda shunday. Bular yangi boshlovchi sifatida boshlash uchun eng yaxshi 5 ta qo'shimcha daromad. Siz ularni bugun hech qanday tajribasiz boshlashingiz mumkin, chunki ularning har biri og'ir yukning ko'p qismini AI ga tayanadi. Vositalar qiyin qismini bajaradi. Shuning uchun o'rganish egri chizig'i hamma joyda past. Va bundan ham muhimi, bu 5 tasi haqiqatan ham ishlaydi. Qarang, men sizga halol bo'laman. Nazariy jihatdan ajoyib tuyuladigan. Juda ko'p AI qo'shimcha daromadlari bor.
lekin ko'pchilik hech qachon bir tiyin ham topmaydi. Bu 5tasi bir sababga ko'ra tanlab olindi. Ular bugun hozir isbotlangan. Minglab oddiy odamlar. Ularning har biri bilan haqiqiy pul topmoqda. Ammo gap shundaki 5ta isbotlangan variant hali ham 5ta variant. Va bu biz boshida boshlagan aniq tuzoq, to'g'rimi? Juda ko'p yaxshi variantlar. Tanlashning iloji yo'q. Keling, har birini tizimli ravishda ko'rib chiqaylik. Bu 5ta isbotlangan AI yordamchi daromad manbasidan qaysi biri eng yaxshi ekanini aniqlaymiz. Keling, buni ochib beraylik. Yuqorida aytganimdek, men yordamchi daromad manbasining hayotiyligini baholashda ma'lum bir usuldan foydalanaman va bu bugungi videoning asosiy mavzusiga juda mos keladi. AI ning tartibsiz dunyosida aniqlik topish. Bu usul TRIAR deb ataladi. TRIAR bu qisqartma bo'lib, u raqobat, uzoq muddatlilik, harakat, mustaqillik va takrorlanuvchanlikni anglatadi. Raqobat juda oddiy. Bu qanchalik gavjum? Agar ball yuqori bo'lsa, bu yo'nalish hali ochiq degani. Agar past bo'lsa, birinchi kundayoq minglab odam bilan kurashishingiz kerak degani. Keyingisi uzoq muddatlilik. Bu narsa davom etadimi? 5 yildan keyin ham daromad keltiradimi yoki bir necha oyda yo'q bo'ladigan trendmi? Endi harakatni muhokama qilaylik. Muvaffaqiyatga erishish uchun zarur ko'nikmalarni o'zlashtirish qancha harakat talab qiladi? Mustaqillikchi. Bu biznes sizsiz ishlaydimi yoki siz kelishni to'xtatishingiz bilan daromad ham to'xtaydimi? Aytgancha, bu juda muhim. Takrorlanuvchanlikchi. Biznes modeli to'lovni davom ettiradimi yoki har oyning birida noldan boshlab keyingi to'lovni qidirishingiz kerakmi? Har bir yordamchi daromad manbasi uchun har bir kategoriyaga 5 ball ajratilgan. Ya'ni mukammal yordamchi daromad manbasi 25 dan 25 ball oladi. Keling, AI uch bilan boshlaylik. Raqobat nuqtai nazaridan bu butun ro'yxatdagi eng past kirish to'sig'iga ega. Bu ajoyib tuyuladi. Toki bu barcha yordamchi daromad manbalari ichida eng gavjumi ekanini tushunmaguningizcha. Laptop va to'g'ri obuna bilan har kim bu hafta ukt agentligini boshlashi mumkin. Bu raqobatning keskin oshishiga olib keladi. Yana ajralib turish har doim ham oson emas. Shu sababli afsuski men unga bir ball berishga majburman. Endi uzoq muddatlilik haqida gapiraylik. Bu uzoq muddatlilik nuqtai nazaridan eng beqaror yordamchi daromad manbasi. AI kontenti juda tez suratda o'zgaradi. Platformalar uni aniqlash va belgilashda tobora keskinlashmoqda. Tomoshabinlar uni sezishda yaxshilanmoqda. Bu oy konvertatsiya qilayotgan narsa keyingi oy o'lik bo'lishi mumkin. Shuning uchun afsuski uzoq muddatlilik uchun yana bir ball berishga majburman. Endi harakat haqida gapiraylik. Va bu yerda AI uch haqiqatan ham yaxshi ishlaydi. Bu ro'yxatda boshlash eng oson narsa. O'zingizni suratga olish, kamerada bo'lish, montaj qilish ko'nikmalari yoki jihozlar kerak emas. Siz ssenariy yozasiz, yuz yuklaysiz yoki yaratasiz, qolganini vosita qiladi. Bugun oxirigacha birinchi reklamangizni tayyor qilishingiz mumkin. To'liq boshlovchi uchun bu yerda hech narsa undan osonroq emas. Shuning uchun men unga 5 dan 5 ball beraman. Endi mustaqillikchi. Bu sof xizmat. Pul faqat siz uni ishlab chiqarganingizda mavjud. Siz partiyani topasiz, partiyani tayyorlaysiz, yetkazib berasiz, takrorlaysiz. Jarayonni takrorlashni to'xtatgan kuningizda daromad ham to'xtaydi. Shuning uchun afsuski men unga 2 ball beraman. Takrorlanuvchanlik tabiatichi. Daromad tuzilishi nuqtai nazaridan u o'rtada turadi, chunki siz uni oylik to'lov asosida sotishingiz mumkin. Shuning uchun u har oy to'liq nolga qaytmaydi, ba'zi yordamchi daromad manbalari kabi. Bir muammo shundaki, brendlar ijodiy va agentliklarni tez almashtiradi. Shuning uchun daromad takrorlanadi, lekin har doim ishonchli emas. Shuning uchun bu yerda men 5 dan 3 ball beraman. Keling, umumiy hisobni chiqaraylik. Albatta, bu hali ham pul ishlash isbotlangan yordamchi daromad manbasi, lekin bilishingiz kerak bo'lgan bir necha kamchiliklari bor. Yakuniy ball barchasini qo'shib, u 25 dan 12 ball oladi. Endi AI veb-saytlarichi. Raqobat nuqtai nazaridan bu ukdan yaxshiroq, lekin hali ham gavjum, chunki vositalar veb dizaynni hamma uchun oson qildi. Va o'z-o'zidan quruvchilar bor. Nazariy jihatdan biznes buni o'zi qila oladi. Albatta joy bor, chunki yer yuzidagi har bir biznesga chiroyli veb-sayt kerak. Shuning uchun raqobat nuqtai nazaridan biz uni 5 dan 2 ball bilan baholaymiz. Uzoq muddatlilik uchun bu yordamchi daromad manbasi yaxshi ishlaydi. Qarang, veb-saytlar trend emas. Har bir biznes. Jarayonni takrorlasangiz, daromad kelmay qoladi. Shuning uchun afsuski men unga 2 ball berishga majburman. Xo'sh, uning takrorlanuvchanligichi. Daromad tuzilmasida u o'rtacha o'rinda turadi, chunki siz uni aslida qayta sotishingiz mumkin. Oylik to'lov asosida ishlaydi. Shuning uchun har oy noldan boshlamaysiz. Ba'zi qo'shimcha daromad turlaridagidek emas. Bir muammo shundaki, brendlar kreativ agentliklarni tez-tez almashtirib turadi. Demak, daromad takrorlanadi, lekin har doim ham ishonchli emas. Shu sababli men buni 5 dan 3 ball deb baholayman. Endi esa, mayli, endi hammasini qo'shib hisoblang. Albatta, bu hali ham yon tomondan qilinadigan ish bo'lib, pul topishi isbotlangan, lekin unda bilishingiz kerak bo'lgan bir nechta kamchiliklar bor. Shunday qilib, yakuniy natija hammasini qo'shganda. Bu yuqori bo'lsa, 25 balldan 12 ball oladi. Endi AI veb-saytlarichi. Raqobat nuqtai nazaridan bu ukdan yaxshiroq, lekin baribir gavjum, chunki vositalar veb dizaynni osonlashtirdi. Hamma va o'z-o'zidan quruvchilar ham bor. Nazariy jihatdan biznes buni o'zi qila oladi. Har bir biznesga chiroyli veb-sayt kerak bo'lgani uchun bu sohada joy albatta bor. Raqobatga kelsak, uni 5 dan 2 ball bilan baholaymiz. Uzoq muddatlilik nuqtai nazaridan bu yonaki ish yaxshi natija ko'rsatadi. Qarang, veb-saytlar vaqtinchalik hodisa emas. Har bir korxona bunga ehtiyoj bor va hech qachon o'zgarmaydi.
talab bo'lgan va ochig'ini aytganda doim bo'ladi. Shuning uchun uzoq muddatlilikka 5 dan 5 beraman. Kuch-quvvatga kelsak, bu yangi boshlovchilar uchun juda qulay qo'shimcha daromad. Ubdan ko'ra ko'proq harakat talab qiladi, chunki mahoratingizni yanada oshirish uchun asosiy kopirayterlik ko'nikmalarga ega bo'lishingiz kerak. Lekin yana ixtisoslashgan AI vositalari mavjud bo'lgani uchun bu nisbatan kam harakat talab qiladi. Shuning uchun bu yerga 5 dan 4 beramiz. Mustaqillik bo'yicha avvalgisiga o'xshash cheklov bor. Mijozni topasiz, sayt yaratasiz, yetkazib berasiz. Pul butunlay. Buni qayta qilishingizga bog'liq. Agar jamoa yig'masangiz, sizsiz ishlamaydi. Afsuski, bu yerga 5 dan 2 ta berishga majburman. Takrorlanuvchi daromadga kelsak, veb-sayt bir martalik xarid. Uni yaratasiz, bir marta to'lov olasiz va o'sha mijozga. Boshqa kerak bo'lmaydi. Qarang, balni biroz ko'tarishim mumkin, chunki aytganimdek, kichik qo'shimcha xizmatlar uchun haq olishingiz mumkin, lekin asosan qaytib keladigan daromad yaratmaysiz. Shuning uchun bu yerga 5 dan 2 ta berishga majburman. Umumiy hisobda mening fikrimcha AI veb-saytlari AI ukdan biroz ustun. Ikkala model ham ishlaydi, lekin AI veb-sayt modelida bir oz afzallik bor. Bu bizga kichik ustunlik beradi. Bularning hammasini qo'shsangiz, yakuniy ball 15 bo'ladi. Va bu bizni AI clippingga olib keladi. Bu yerga kirish to'sig'i AI ukdagidek bast. Vositalar ijodiy ishni bajaradi. Bu ajoyib tuyuladi. Toki bu hafta notebook va to'g'ri obuna bilan har kim clipping agentligini boshlashi mumkinligini tushunmaguningizcha. Hamma bir xil narsani qila olsa, odamlar narx bo'yicha raqobatlasha boshlaydi. Bu siz bo'lishni xohlamaydigan holat. Shuning uchun bu yerga 5 dan 2 ta berishga majburman. Uzoq muddatlilikka kelsak, ochig'ini aytaman, qisqa formatli kontent hech qayerga ketmayapti. Aslida unga bo'lgan talab har yili oshib bormoqda. Zaif tomoni xizmat. Modelining o'zi. Vositalar yaxshilangan va qulayroq bo'lgan sari ijodkorlar buni o'zlari qila boshlashlari mumkin. Bu hozircha darhol tahdid emas, lekin juda real. Shuning uchun bu yerga 5 dan 2 ta berishga majburman. Kuch-quvvat bo'limida AI clipping juda yaxshi ishlaydi. Esingizda bo'lsin, siz hech narsani tahrir qilmayapsiz. AI lahzalar topadi, kliplarni kesadi va taglavhani joylashtiradi. Sizning vazifangiz sifatni tekshirish va yetkazib berish. Yaxshi kontentni yomondan ajrata olsangiz, birinchi kundan boshlab buni qila olasiz. Shuning uchun kuch-quvvatga 5 dan 4 beraman. Mustaqillikka kelsak, afsuski, bu qo'shimcha daromad qo'l tekkizmaydigan daromad oqimidan ko'ra ishga yaqinroq. Kliplar faqat siz ularni ishlab chiqarganingiz uchun mavjud. Har bir yangi mijoz hayotingizni osonlashtirmaydi, balki ko'proq kontent, ko'proq kliplar va ko'proq soat qo'shadi. Ishlab chiqarish liniyasi. Faqat siz uni oziqlantirsangiz harakatlanadi. Afsuski, bu yerga 5 dan 2 ta berishga majburman. Endi baholash jadvalidagi oxirgi qism takrorlanuvchi daromad. AI clippingning kichik afzalligi bor, chunki siz ijodkorlar bilan oylik retaynerlar tuzishingiz mumkin. Ular doimiy nashr qilgani uchun bu sizga doimiy kerakligini anglatadi. Ularni bir marta imzolang va kliplar ishlagan ekan, daromad kelib turaveradi. Bu mutlaqo ishonchli emas, lekin takrorlanuvchi daromadga yaqin. Shuning uchun bu yerga 5 dan 4 beraman. Xulosa qilib aytganda, AI clipping tez pul topish uchun yaxshi qo'shimcha daromad. Lekin tez boshlash har doim oson kengayish degani emas. Va qo'shimcha daromadning uzoq muddatliligini hisobga olish kerak. Har bir qo'shilgan mijoz ko'proq ish olib keladi va bozor hech qachon kamayib ketmaydi. Yakuniy ball 25 dan 14. Xo'sh, keling AI ovozli agentlari haqida gaplashaylik. Raqobatdan boshlashimiz kerak, chunki bu yerdagi qiyinroq o'rganish egri chizig'i boshqa 3 ta xizmat modelida bo'lmagan narsani qiladi, ya'ni odamlarni tabiiy ravishda saralab oladi. Ko'pchilik oddiygina buni qilmaydi. O'rnatish murakkabligini yengib o'tish uchun bu joyda odamlar ancha kam. Albatta, bu soha tez rivojlanmoqda, lekin vaqt sarflashga tayyor bo'lganlar uchun hali ham joy bor. Shuning uchun men bunga 5 dan 4 ball beraman. Uzoq muddatlilik nuqtai nazaridan korxonalar har doim telefonlarga javob berishi va uchrashuvlarni bron qilish kerak. Bu muammo hech qachon yo'qolmaydi, lekin ovozli agent sohasi hali yosh va tez o'zgarib bormoqda. Bugungi kunda ushbu model qanday ishlayotgan bo'lsa, bir necha yildan keyin butunlay boshqacha ko'rinishga ega bo'lishi mumkin. Mustahkam, lekin bu ro'yxatdagi eng xavfsiz uzoq muddatli garov emas. Shuning uchun men bunga 5 dan 3 ball beraman. Kuch sarflash nuqtai nazaridan bu 4 xizmat modeli ichida eng talabchan yon loyiha. Suhbat oqimlarini tushunish, agentni to'g'ri sozlash, uni kalendar va telefon liniyalarga ulash haqiqatan ham vaqt va sabr talab qiladi. Mayli, natija bunga arziydi, lekin bu yo'lga qancha kuch ketishini kamsitmang. Shuning uchun biz bunga 5 dan 2 ball beramiz. Endi mustaqillik haqida gapiradigan bo'lsak, bu yon loyiha boshqalarga nisbatan to'liq avtonomiyaga bir qadam yaqinroq. Chunki agent qurilgandan so'ng u sizsiz kundalik ishlaydi. U qo'ng'iroqlarga javob beradi, suhbatlarni boshqaradi va uchrashuvlarni o'zi bron qiladi. Ammo yuqorida aytib o'tganimizdek, har qanday nosozlik, har qanday yangilanish, har qanday o'zgarish sizga qaytadi. Mijozlar bazasining kengayishi esa sizning qo'lingizdan keladigan ishlarni ko'paytirishi mumkin. Shuning uchun men bunga 5 dan 4 ball beraman. Endi takrorlanuvchanlik haqida gapiradigan bo'lsak, AI ovozli agentlari sizga takroriy daromad uchun yaxshi imkoniyat yaratadi. Chunki bir korxona agentni joriy qilgandan so'ng, undan voz kechish korxonaga bevosita ta'sir qiladi.
Shuning uchun, agar siz yaxshi ish qilsangiz, ular sizga har oylik to'lovni to'lashda davom etadilar. Shuning uchun biz bunga 5 dan 3 ball beramiz. Xulosa qilib aytganda, AI ovozli agenti 2 tomonlama qilichdir. Dastlabki kuch sarflash ro'yxatdagi barcha yon loyihalardan eng yuqori, ammo aynan shu qiyinchilik raqobatni boshqariladigan darajada ushlab turadi, hech bo'lmaganda. Hozircha mijozlar sodiq, daromad takrorlanadi. Shuning uchun bu 25 dan 16 ballga teng bo'ladi. Va bu bizni 5-chi va oxirgi AI raqamli mahsulotiga olib keladi. Raqobat nuqtai nazaridan, agar sizning raqamli mahsulotingiz haqiqiy muammoni hal qilishga qaratilgan bo'lsa, unga har doim bozor bo'ladi. To'g'ri xaridorlarga yetib borish uchun bir nechta kanallar mavjud. Ya'ni siz hech qachon bitta yo'lga bog'lanib qolmaysiz. Bozor bo'sh emas, lekin haqiqiy talab va kanal moslashuvchanligi raqobatni ancha boshqariladigan qiladi. Shuning uchun bu 5 dan 4 ball oladi. Uzoq muddatlilik nuqtai nazaridan, bilim, vositalar va resurslarga bo'lgan talab o'sib bormoqda va raqamli mahsulotlar aynan shu markazda joylashgan. Eng yaxshi tomoni shundaki, algoritmga bog'liqlik, platforma xavfi yoki bir kechada tugashi mumkin bo'lgan mijoz munosabatlari yo'q. Shuning uchun bu 5 dan 4 ball oladi. Kuch sarflash nuqtai nazaridan, AI bu yerda mavjud bo'lgan ikkita eng katta to'siqni olib tashladi: mutaxassis bo'lish va mahsulotni yaratish uchun ishlab chiqarish guruhiga ega bo'lish. Endi vosita mavzuni tadqiq qilishi, uni tuzilishi va har qanday odamdan tezroq to'liq qoralama yaratishi mumkin. Albatta, siz hali ham haqiqiy muammoni aniqlashingiz va ishlaydigan kanal topishingiz kerak, lekin ish yuki avvalgining bir qismiga teng. Shuning uchun biz bunga 5 dan 4 ball beramiz. Va bu bizni mustaqillikka olib keladi. Ko'ryapsizmi, bu butun ro'yxatdagi yagona yon loyiha bo'lib, u mukammal ballga loyiqdir, chunki siz uni bir marta yaratasiz va u keyingi odamga xuddi oldingisiga sotilganidek sotiladi. U har kuni sizning ishtirokingizni talab qilmaydi. Ushbu model bilan o'sish shunchaki ko'proq odamlarning mahsulotni topishini anglatadi. Qo'shimcha soatlar qo'shish o'rniga, bu ro'yxatdagi yagona yon loyiha bo'lib, to'xtash avtomatik ravishda pul to'xtashini anglatmaydi. Shuning uchun bu mukammal ball oladi va bu bizni uning takrorlanuvchanligiga olib keladi. Ko'ryapsizmi, mahsulot joylashib, sota boshlagandan so'ng u bilan birga keladigan daromad sizdan qo'shimcha hech narsa talab qilmaydi. Qo'shimcha yetkazib berish, yangi mijozlarni izlash, qo'shimcha soatlar yo'q. Ammo halol bo'lish kerak. Bu nuqtaga birinchi urinishda erishish kafolatlanmagan. Bu avval aytib o'tgan o'yin mashinasiga qaytadi. Ushbu model bilan sizda cheksiz urinishlar bor. Siz shunchaki dastagini yetarlicha uzoq tortishingiz kerak, to jekpotni urmaguningizcha. Shuning uchun takroriy daromad uchun bu 5 dan 3 ball oladi. Keling, endi buni umumlashtiramiz. Aytishim kerakki, bu doskadagi boshqa har